Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Temirova Muqaddas Azamatona, Shahrisabz davlat pedagogika instituti, pedagogika fakulteti, boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisiman. Hozir sizlar bilan matematika o'qitish metodikasi fanidan boshlang'ich sinflarda matematikani o'qitishning rivojlanishi va uni yanada takomillashtirish istiqbollari mavzusi bilan tanishamiz. Bugungi mavzuyimiz rejasi quyidagilardan iborat. Reja, dars va uning vazifalari, matematika darsida asosiy didaktik maqsadlar, matematikadan dars turlari. Dars va uning vazifalari. Dars o'qitish jarayonining asosiy bo'g'inidir. Dars o'zining dastlabki ma'nosi bu ma'lum muddatda bajarilishi kerak bo'lgan mehnat topshirig'idir. Dars o'quv shakli sifatida 17-asrdan, ya'ni 300 yildan buyon mavjud. Matematika darsining tuzilishi xususiyatlarini tamoman tushunib olish uchun har bir darsning tuzilishiga hisobga olish lozim bo'lgan didaktik qoidalar bilan tanishib olish va darsning tuzilishiga qanday bo'lmasin ta'sir qiladigan matematika, shu jumladan arifmetikada xos bo'lgan xususiyatlarni nazarda tutish kerak. Matematika darslarida asosiy didaktik maqsadlar. Darsni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rishda eng oldin darsning asosiy maqsadlarini aniq oydinlashtirib olish zarur. Darsda nazariya bilan amaliyotning bog'liqligi, algebraik va geometrik elementlarning arifmetika bilan bog'liqligi, didaktik maqsadlar amalga oshiriladi, yangi material bilan tanishtiriladi va mustahkamlanadi. Malaka ko'nikmalar hosil qilishga doir ishlar o'tkaziladi. Har bir darsda turli xil didaktik maqsadlar ko'zlanadi. Ular orasida bittasi bosh maqsad bo'lib hisoblanadi. Uni darsning asosiy didaktik maqsadi deyiladi. Dars maqsadi. O'quvchilarni ikki xonali sonlarni xona birliklarini yig'indisi bilan almashtirishga o'rgatish, nollar bilan tugaydigan ikki xonali sonlarni qo'shish va ayirish malakalarini mustahkamlash, sonni yig'indiga qo'shish xossalarini o'rgatishga doir tayyorgarlik ishini o'tkazish, texnologik xarita tuzish darsni aniq rejalashtirishga yordam beradi. Texnologik xarita darsning to'la ishlanmasidan iborat bo'lmay, balki shu dars uchun majburiy bo'lgan asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi. Dars vaqti, mavzu, maqsadi, o'tilganlarni takrorlash, yangi mavzuni bayon qilishga tayyorlanish, yangi materialni bayon qilish usuli, mustahkamlovchi mashqlar tizimi, mustaqil ish, ko'rgazmali vositalar, uyga vazifa, dars maqsadlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishning to'g'ri yo'llarini topishga, darsning ta'limiy va tarbiyaviy vazifalarini, irodali qiziqishlarni va qobiliyatlarni rivojlantiruvchi vazifalarni aniqlashga yordam beradi. Dars mazmunini aniqlash uchun o'qituvchi quyidagi talablarga rioya qilishi kerak. Dars mazmuni dasturiga mos kelishi va uning maqsadlaridan kelib chiqishi. G'oyaviylik va e'tiqodni tarbiyalash. Darsda o'quvchilar dunyoqarashini kundalik axloq asoslari sifatida shakllantirish uchun eng qulay, yaxshi sharoit yaratish zarur. Darsni turmush bilan o'quvchilarning shaxsiy tajribasi bilan bog'liqligi. O'quv materialining o'quvchilarga tushunarli va ularning kuchlari yetadigan bo'lishi. Dars mazmuniga har xil masalalar, mashqlar kiradi. O'qituvchi dars mazmuniga mos bo'lgan masalani tanlashi lozim. Hozirgi zamonning muhim talablaridan biri o'quvchilarning bilish va ijodiy faoliyatlarini faollashtirishdan iborat. Har bir dars farqlash, ijod qilishga qaratilgan bo'lishi kerak. Matematikadan dars turlari. Dars samaradorligi o'quv materialining mazmuni bilan, uni o'qitish metodlari bilan, o'quvchilarning faoliyatlari orasidagi bog'lanishlarning darajasiga bog'liq. Shuningdek, dars alohida qismlarning o'zaro bog'liqligini, qanday amalga oshirilishiga, o'quvchilarning nazariy va metodik tayyorgarligiga bog'liq.
O'quvchi dars rejasini tuzatishga quyidagilarni e'tiborga olishi kerak. Shu dars qanday qismlardan iborat bo'lishi kerak? Ularni qanday ketma-ketlikda joylashtirish? Ular o'rtasida o'quv materialini qanday taqsimlash? Bu qismlar bir-biriga qanday bog'lanishiga, ular darsning asosiy didaktik maqsadini amalga oshirishda yetarli miqdorda yordam bera oladimi? Matematikadan dars turlari. Murakkab dars, yangi materialni o'rganish darsi, bilim, malaka va ko'nikmalarni mustahkamlash darsi, takrorlash, umumlashtirish darsi, bilim, malaka va ko'nikmalarni nazorat qilish darsi, muammoli dars, noan'anaviy dars. Murakkab darslar boshlang'ich sinflarda eng ko'p o'tiladi. Tuzilishi. Uy vazifasini tekshirish, maxsus og'zaki mashqlar, o'quvchilar oldiga dars maqsadini qo'yish, yangi materialni idrok qilishga tayyorlash, yangi materialni o'rganish, yangi materialni mustahkamlash, o'tilganlarni takrorlash, darsni yakunlash va uyga vazifa berish. Yangi materialni o'rganish darslari. Murakkab va yangi materialni o'rganish darslari tuzilishi jihatdan o'xshash, ammo yangi materialni o'rganish darslarida asosiy vaqt yangi mavzuga beriladi. Masalan, 20-25 minut. Bilim, malaka va ko'nikmalarni mustahkamlash. Bunday darsning maqsadi olingan bilimlarni mustahkamlashga yo'naltirilgan bo'ladi va unda mashqlar, amaliy va mustaqil ishlar asosiy vosita hisoblanadi. Dars maqsadini qo'yish, uy vazifasini tekshirish va o'rganilgan materialni mustahkamlash, darsni yakunlash va uy vazifasi berish. O'tilganlarni takrorlash. Darslar tuzilishi mustahkamlash dars kabi takrorlash darajasida asosan o'rganilgan o'quv materiali tizimiga solinadi va umumlashtiriladi. Takrorlash turlari. Birinchi, o'quv yili boshida va kundalik takrorlash. Ikkinchi, mavzu bo'yicha takrorlash. Uchinchi esa umumlashtiruvchi takrorlash hisoblanadi. Bilim, malaka va ko'nikmalarni takrorlash va hisobga olish darslari. Tuzilishi. Birinchi, dars maqsadini aytish. Ikkinchi, nazorat ishining mazmuni bilan tanishtirish. Uchinchi, ishni bajarishga oid qisqacha yo'l yo'riq berish. To'rtinchi esa o'quvchilarning ishlarni mustaqil bajarishlari. Beshinchi, ishni yig'ib olish. O'qituvchi dars tugashiga 3-5 minut qolganda o'quvchilarni ishni tugatish zarurligini ogohlantiradi. Ya'ni ular hamma yozuvlarni va hamma ishni tekshirishni erkin bajarib ulgursin. Qo'yilgan aniq vaqtda barcha o'quvchilar ishni topshirishlari zarur. O'quvchilar ishini tekshirib bo'lgandan keyin ikkinchi kun o'qituvchi nazorat ishining tahlilini o'tkazadi. U ishning natijasi haqida so'zlab beradi, yaxshi ishlarni ajratadi, qo'pol xatolarni aytib o'tadi. Muammoli dars. Muammoli dars muammoli vaziyatni hosil qilib dars o'tishni nazarda tutadi. Tuzilishi. Muammoli vaziyat hosil qilish. Ikkinchisi, qo'yilgan muammoni hal qilish. Uchinchisi esa yangi bilimlarni tatbiq qilishga doir maxsus mashqlar bajarish. To'rtinchi, bajarilgan mashqlarga yakun yasash. Ammo bu reja o'zgarishi mumkin. Muammoning xarakteriga qarab to'la yoki qisman bajarilishi yoki uning ayrim punktlarini birlashtirilishi mumkin. Yuqorida ko'rib chiqqan matematika darsining turlarida darsning mazmuniga bog'liq bo'lgan ba'zi bir xususiyatlar kelib chiqadi. Ya'ni matematika darsi o'quvchilarning amaliy ishlariga ham qaratilishi mumkin. O'lchashga doir geometrik figura chizish, predmetlarning tortishi, o'qituvchi tomonidan ko'rsatmalar kiritish, o'quvchilarning kichik guruhlarda ishlashini tashkil qilish, bajarilgan ishlarni o'qituvchi qabul qilishi va boshqa ishlarni amalga oshirishi mumkin. Xulosa, bunday dasturning xususiyati shundan iboratki, bu yerda o'quvchilar
faqatgina darslik va daftar ustida ishlash bilan shug'ullanmay, balki o'lchash, chizish va boshqa qurollar bilan ishlashga o'rganadilar. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.